Tarjimasi shaytonlar darvozasi Devil's Gate'ga qarab yo'lga chiqdim. Rosa o'ylandim, lekin baribir ham ketdim. Uyimdan naqd 24 daqiqa uzoqlikda ekan. Yetib keldim. Atrof negadir g'alatiroq. Mana o'sha Devil's Gate, shaytonlar darvozasi. Mana shu yerga biz borishimiz kerak. Bu xarita va bu yerda mana shunday hayvonlar ham bor ekan. Va biz mana shu yo'l to'g'risiga qarab ketishimiz kerak bo'ladi. Atrofda yozuvlar, belgilar va g'alati narsalar ham bor ekan. Most o'zi qo'rqinchli-ku. Bunaqa joyda to'g'ri sensam ruh beshini kinosida ko'rganman. Birinchi manzilga yetib keldim. Mana shu ko'prikdan pastga tushishim kerak bo'ladi. Kirish mutlaqo taqiqlanadi. Jarimasi $1000. Men esa o'zbekman, menga bo'laveradi. Mana shu maydonning ichiga kirdim va juda ham g'alati. Ko'p o'ylanib o'tirmasdan o'sha darvozaga qarab yo'l oldim. Atrof botqoqlik va chakalakzor bilan o'ralangan. Xolos suv qurilashmagan, bu botqoq bo'lib qolgan. Yo'limda davom etdim va ko'zim mana shu yozuvga tushdi. Devil's Gate, shaytonlar darvozasi. Shu to'siqliklardan o'tib men pastga tushishim kerak bo'ladi. Ko'zim g'alati bir narsaga tushib qoldi. Osilib turgan arg'imchoq. Atrofda qo'rg'iluvchi vertolyotlar uchib yurib, men ulardan berkinib o'tirib oldim. Yetib keldim. Arg'imchoq, arqonlar va tushunarsiz bir narsalar ilingan. O'sha darvoza tomon men yurishda davom etdim. Majbur bo'ldim mana shu botqoq va chakalakzorlardan o'tishga. Bu yerda yo'llarni ko'rsatib qo'yishgan va krokodillar ham, plus har xil hayvon, hasharotlar ham bo'lishi mumkin. Qo'limdagi shtativda qo'ymasam bo'lmasdi va mana shu suvdan o'tib olishim kerak. Va nihoyat amallab o'tib oldim va o'sha manzilga yetib keldim. Darvozasi ochiq turgan joy bizning manzilimiz, Devil's Gate. Bu yerda mendan boshqa hech kim yo'q va amallab yetib keldim. Qo'lla ko'rdik. Ani kuzatishda davom eting. Men sizlarga javob beraman. Bundan ham zo'r joylarni ko'rsataman.